Mərhum Əhmədcan əpəndim haqqında nurgun nərsələrini eşitqan boldu. Əlbəttə, həm o şununğa ərziydi. Onun manga muavin katib bolğunumu ras. Lekin mən onu hiç qaçan onunğa muavin sübütüdə qarmıgan. Əksinçə mən onu yuqorida təkidləgəndək özümün ustazım deb hesablayman. Endi onun tərcümə hali toğırlıq qısqartıb etsaq 1930 yılı G'uljuda tug'ilgan. Meningdan 1-2 aylı çoğ. Dadisi Nadir Süydün şəhərdə bir qatil tərəfindən öldürülgəndən keyin kiçik çegidən anisi Şarvanem bilan Yerkatga köçüb ketgan ekan. Şu yerdə Darıltumdan keyin Zarvat məktəbində o'qigan. Onundan keyin qaysi yerlerde o'qib, qanday xizmatlarda bo'lg'i to'g'riliq aniq ma'lumotim yo'q. Bo'lg'ini bilanmi, ular bir-biriga o'xshamaydi. Men o'z vaqtida aniqlab olmagan ekanman. Onun kutmagan yerdan qazaga uchirib ketganini kim o'ylagan deysiz? Lekin uning menga so'zlab berganlaridan aniq esimda qolgani, u bir mazgil turmada yotgan ekan. Ahmet Efendi sabık Kengeş ittifaqida o'tgan hayotiga munosabatlik hujjatlarni izlab tepish ham ularni ratlab xalqqa yetkazish mushu sizlarning, ya'ni tadqiqotchilarning, tarixshunoslarning vazifasi bo'lsa kerak. Ya men ko'p xato aytyotamdim. So'zimizga qaytib kelsak, Ahmet Efendim 1941-yili Tarbaqatay chegarasi orqali vatanga o'tganda qo'lga elinib Urumchi turmusida yotadi. 43-yilda turmadan bo'shinib, G'uljudagi tog'isining uyiga keldi. Lekin ko'p o'tmayla yana qo'lga elinib 1944-yili inqilobgacha Urumchida Solaqda yotdi. G'uljuga kelgandan keyin dastlab Eli gazitxonasida, ondan hukumat idorasida va bosh kotib ishxonasida, ya'ni mening bo'lmamda ishlaydi. Keyin harbiy kadrlar bo'limida xizmat qildi. 45-46 yillari 3 viloyat tarafdan vakillari tarkibida Gomindan hukumati bilan tinchlik suhbatni ilib borgan o'makning dastlabki boshlig'i Rahimjon Sabir Hoji, men bu ishni aplashtirib olmaydi ekanman, uni Ahmadjon ilib mangsun degandan keyin bu vazifa Ahmet Efendimga yuklangan. 11 modellik bitim imzolangandan keyin yangidan tashkil qilingan o'lkaning birlashma hukumatining muavin raisi bo'ldi. Bitim buzilgandan keyin G'ulju qaytib kelib 3 viloyat tarafining xizmatlariga rahbarlik qilgan. 1949 yil avgustda Sovetning majburlashi bilan hozirgi Bejing shahrida ochilgan Xitoy kommunistlarining yig'iniga qatnashmoqchi bo'lib yo'lga chiqqanda ular ketayotgan uchoq halokatga uchrab qazo bo'lgan. Ahmadjon Efendim odamdan o'tganda texi hamdala 35 yoshda edi. Mana bu Ahmet Efendimning hayot yo'li. Ahmadjon Efendimning amaliy ish harakatlarini elib qaraganda, uning tabiatida mijoz xulqi haqiqiy qat'iy turda shundoq deyishga bo'ldiki, u oq ko'ngil, ochiq chiroy, muloyim, rahim, shafqatlik, odil, tirishchan, irodalik, jasur, haqiqiy, oliyjanob inson edi. Bir söz bilan aytganda, u go'zal axloq egisi, axloqiy odamgarchilik jihatda u bir bayroqdek turdi. Men bütün G'ulju bo'yicha 3-4 kishidanla Ahmet Efendim bilan selishtira olmayman. Ular nihoyatda oliyjanob odamlar, lekin ular ba'zi jihatlarda Ahmadjon Efendimga yetilmaydi. Ahmet Efendimning ba'zilar Sovetlarning G'uljuga avatgan maxsus agenti deydi. Lekin shaxsan o'zim buning mutlaq ishonish mumkin emas. Chunki uningdek vafodor odamni ko'rdimmi yoki ko'rmadimmi? Uning tabiatiga birsini aldash, birsiga xiyonat qilish degan paskina ishlar tamamen yo'q. Mümkün Sovetlar bir narsa desa deganda majburiyat ostida ma'lum topshiriqni berganda, lekin mening ishonchim komilki, Ahmet Efendim hech kishiga, hatto biror ajnabiga hech qachon o'rinsiz
muomala qilgan emas. Uning hech kimga zarari tekkan emas. Odamlarga turmak, atrofdagi tabiatga, jonivorlarga uning insoniy ko'z qarshi olaydi deydi. Uni misol ретida sizga buni bir uning vaqasini aytib beray. 47 yılı aniq esimde yo'q. Merhum Ahmetcan efendim bilen Eli Derya boyu ketip berip zırhının tazı pişkan bir şeyhini sundurup aldı. Ahmetcan efendim bunu narazı bulup ama usta muamelede hey adam balası sen maşo şeyhini orunsuz sundurdun. Eğer sundurmagan bolsan kelesi yılı yana hosul beretti o dep meni nait xijalatçıga qaldırgan edi. Sizni tushundim, Ahmetcan efendim, hech qanday kamchilik bo'lmagandan demoqchisiz-ku, marhumning asosiy kamchiligi namoz o'qimadi, ro'za tutmadi. Bularga qo'shimcha u oraliqda bir mahal beshiga salli urib olgan edi. Bir vaqt namoz o'qimagan odamga sallining nima hojati bor edi. Deyman, mushu yer kelganda men turib qolaman. Acaba nima uchundir inson bolasi kamchiliksiz bo'lmaydi? Deyman, mushu yer kelganda men turib qolaman. Acaba nima uchundir inson bolasi kamchiliksiz bo'lmaydi? Ahmetcan efendimlerining sirliq o'limi haqida xalq orasida har xil gaplarning bor ekanligi ma'lum. O'zingiz o'ylab ko'ring, Ahmet efendim hech qachon Sovetlarga qarshi ishlagan odam emas. Sovetlar nega tarsa shu yoqqa mengishga majbur bo'lgan odam, chunki u Sharq Turkiston masalasida Sovet ittifoqisiz bir taraf bo'lmaydiganligi har kimga qaraganda cho'nqur tushungan ham biladigan odam edi. Deymizmi, biz Sovetlar ittifoqisiz hech nima qila olmadik. Bizga yordam beradigan yenimizda boshqa hech qanday mamlakat yo'q edi. Uchoq hodisida halok bo'lgan hukumatning boshqa a'zolari hech qachon Sovetlarga qarshi ishlagan emas. Masalan, Ishoqbek alayli, u yosh chig'idilla tartibla Sovetlarga bog'langan. O'rus kommunistlarining Shinsayning yo'shirin topshiriqlarini o'g'irlab kelgan. Majumyi Mahasan Abduniyaz qo'shinlarini tarmar qilishda cho'ng xizmat ko'rsatgan. Bizning inqilob mezgildimi Sovetlarning birdan-bir ishonchli odam bo'lib, ular chiqib ketgandan keyin burunqi general Kozlovning vazifasini aqtirib turgan. Abdukerim Abbos oldigan bo'lsak, u butkul vujudi bilan kommunistlar tarafdori bo'lgan yigit. Nanjingdagi Xitoy kommunistlari bilan yo'shirin munosabatda o'rnatib, G'uljidagi konsulxonaga xodimlari bilan qo'yiq aloqalashib turgan ham nurg'un narsalarni ularga xabardor qilib turgan. Dalilxon Sugurboyev ham shu jon jigari bilan Sovetlar tarafida turgan. Ahvol shundoq ekan, nima uchun ularni uchoq halokatida uchratdi yoki boshqacha usul bilan yo'qotdi? Mana bu yerda aqlingiz hayron qolgudek narsalar ko'zingiz yechildi. Mashuningdan keyin kommunistlarning dunyoda to'ralgan birdan-bir balay afat ekanligini, o'zlarining zaruriyati manfaati uchun hech qachon hech kimga rahim qilmaydiganligini ekanligini qanday tushunsangiz shundoq tushuning. Mening fikrimcha bu yerdagi asosiy maqsad inqilob rahbarlarini o'ldirish orqali butun Sharq Turkiston xalqining hayot umidlarini mustaqillik ruhidan uzil-kesil bo'g'ib tashlab, ularni hech qanday qarshiliksiz, shartsiz Xitoy kommunistlariga taslim qildirish. Uningdan qolsa Sovet rahbarlari mushul razil usul orqali o'zlarining aldamchilik, ikki uzlik paskına sayasını əstirini düşengen hem onu qandaq əməlge aşırğanlığı içinde körgen şahitlerini yok qilishini közlegen. Mana maşundaq ahvallar arasında men öz vaqtida kommunistlarga ve bolup Rus kommunistlarga işinişinin özü bir cahillik mikin degen xulosaga kelgan edim. Bevosita Ahmetcan efendimning ölümü to'g'riliq nemishkidu patla yana bir narsa mening esimga tushdi. Ahmet efendim qancha ehtiyotchan
tədbirçan болғаны bilen onun təbiyyətində qandaqdı bir qorqumsuzluq ruh bolduğan. Onun bana etip berişçe Elxan Töre'ni Sovetler oğurlap ketgende o konsul dobaşınga kirip Elxan Töre näde dep uddul sual koygan. Konsul jili bolup bunun näde işkelligini biz bilmeymiz dep kopal cevap bergen. Ahmet Efendim'nin eceliga maşu bir sual daxil boldu mekin dep oylayman. Ba'zida çünkü dobaşın degan bednamni Stalin'dinmi yaman qisasçı gumanxo'r qatil deyishki bo'ldi. Kim biladi deysiz, bu voqealarning tegida qanday sirlarning yotganligini biz nedim bilayli. Lekin qanday bo'lmasin 1944-yil g'albona boshlanib Sharq Turkiston Cumhuriyetini tiklab, shalliq inqilobi ayna shunda ko'ngilsiz fojialik oyoqlashdi. Endiki taqdirimizning qanday bo'larini kim biladi? Aksakal, ümitsizlenmen, milletin takdiri, kadir kımmeti fakat onun öz devletinin ege buluş bulması da belgelenip ölçenmeydi. Rast, siz digendek talay devletlerinin kurup, ulardan ayrıldık, talay çokkularga çıkıp, uludık. Lekin şu judalıklarını su sürünüşlerge qarmay milletimiz hili hem mevcut. Mana siz baş katib bolgan Cumhuriyet kelmesge ketdi. Ama siz tirik şu Cumhuriyetning tikilgen demek şu devrinin tarixini yaratkan zamandaşlarımız ularning izi ruhi hem tarihi tirik. Ruhni, izini, tarixini saklagan millet ularning unutulmagan millet hiç kaçan yok almasa gerek.